Mana xudo xolasa gazobloylar o'rgatyapmiz. Quyish boshlandi. Mana sement qumlar solinyapti. Qum solish ham tepadan boshqacha ideya qilingan. Xudo xolasa mana hozir tayyor bo'ladi. Mana ketdi. Xudo xolasa mana quyib tayyor qildik. Rasol tekyapmiz. Bu endi o'tga ish bo'ladi. Tayyor qildik. Mana gazobloyni olib keldik. Buni обязательно ustiga salafan yopish kerak, chunki buni sement o'zini nami bilan chiroyli issig'ida pishib yetiladi. Ha, gapiring. Kimga shunaqa sifatli gazobloy liniyalari kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qiling, batafsil o'zimiz tushuntirib, chiroyli holatda olib borib o'rnatib beramiz.